Assalomu alaykum muhtaram va aziz prezidentim. Sizga Facebook'tan tashlavdim xatimni bilmadim ketib yetdimi, ketib yetmadimi. Men Ismoilov Anvar Qurbonalievich 1976-yil 1-mayda tug'ilganman. Taqdir taqozosi bilan ko'zim ojiz. Ko'zim glaukoma kasalligiga duchor bo'ldim. Ko'zim ko'rmaydi, ikkita ko'zim ham. O'shaning uchun birinchi gruppa invalidman. Ko'rlar jamiyatida nimada turaman hisobda. O'shaning sizdan bitta iltimosim. Uy joyimni sudga berganman, o'sha sudni hal qilib berishingizni so'rayman. Sudya Abdiyev Xurshid aka sovuqqonlik qilib hali ham hal qilib bermadi. 1 yil bo'lyapti, hali ham hal qilib bergani yo'q. O'shaning uchun sizdan iltimos qilib so'rayman, hal qilib bering. Iltimos sizdan, muhtaram prezidentim. Iltimosim qabul bo'lsin. Iltimos sizdan yordam bering. Muhtaram prezident, ne ijtimoiy xodimlar yordam beryapti, ne mahalla yordam beryapti, ne hokimiyat yordam beryapti. Nima qilishimni bilmayman. O'zim bilan o'zim bo'lib qolganman. O'shaning uchun yordamingizga muhtojman. Muhtaram prezidentim, jonajon prezidentim, yordam bering.